Minecraft, lekin har daqiqada random mobga aylanaman. Bugun men xuddi shunday Minecraftda ajdarni yo'q qilishga harakat qilaman. Bu yo'lda esa meni juda ham qiziqarli va xavfli sayohat kutib turibdi. Agar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lgan bo'lsangiz, boshladik. Hammaga salom, sizlar bilan Artifakt va men mana bu tugmani bosganim zahoti hammasi boshlanadi. Xo'sh, men yana 60 soniya odamman. 50 soniyadan keyin qaysi mobga aylanishimni hech kim bilmaydi. Shuning uchun shoshilish kerak. To'xta kirka. Vaqtim kam qoldi. Menimcha hozir ko'lga tushish yaxshi g'oya bo'lmaydi. Gastmi boshqa ulkan maxluqqa aylansam, ezilib ketaman. Birinchi mob bo'ladi. Bu yana nimasi? Jeptur, seni olamingni buzib kirish o'zi oson bo'lgani yo'q. Sen o'zi buni qanday qilding? Hozir ketaman. Vaqtim kam, Jeptur. Men shuni aytmoqchi edimki, men bu videoni qatnasha olmayapman. Sababi qishlog'imga juda ham ko'p qarindoshlarim kelgan. Hammasiga qarash kerak. Shunga xayr. Mayli, nima ham derdik. Sizlar undan ko'ra mana bunga qaranglar. Endi menda 2 qator jon bor. Shunday kuchli mobga aylangan ekanman, demak kuchim ham ko'p bo'lish kerak. Ha, menimcha kuchim ham ko'paygan. Ot, sen nechta zarbaga borasan? 2 ta zarbaga. Ajoyib. Bugun omadli kunimga o'xshaydi-ku, a? Bu safar esa men aylanaman baliqqa. Haqiqiy dahshat. 1,5 ta jonim yetmaganidek, yana men hozir suv topmasam, aniq o'lib ketaman. Yaxshi hamki hozir oldimizda daryo boradi. Lekin siz tasavvur qiling, nazarda agar baliqqa aylansam nima qilaman? Bunga qarshi nimadir o'ylab topishga to'g'ri keladi. Bu qishloqda hali buzilgan portal ham bor deylar. Voylanati, ehtiyotkorroq bo'lish zarar qilmasdi. O, oltin olma. Men yana zirhli jo'shqaga aylandim. Temir bo'lakchalardan temir quyma yasaymiz va yana golemni ham choforamiz. Men aylanadigan keyingi mob esa bu Creeper. Ajoyib, bu degani men endi portlay olaman, to'g'rimi? Aynan shuni hozir biz sizlar bilan tekshirib ko'ramiz. Ha, portlay olaman va yana bir necha soniyada bitta. Ustiga ustak bloklar ham sinmaydi. Hammayli temir kirka yasa olaman-da, o'zim to'plagan barcha ovqatlarni pishiraman. Sababi bu ketish toshlikda o'lishim mumkin. Ovqat deganimga bu qishloqda samon bloklar ham bor-ku. Aynan vaqtida tog'ning uchiga chiqqanimda delfinga aylandim. Qanday zo'r, balki mana bularni yo'q olishga ulgurmayman. Menimcha shoshilish kerak. Shoshilmasam bo'lmaydi. Nega bunchalik balanddaman? Menimcha jon yo'qotmasdan tushishni iloji yo'q. Hammayli bosdik, hozir ulgurmay qolishi mumkin. Yarimta jon. Men ulgurdim. Rostdan, bu qishloqda faqat shu samon bormidi? Boshqa umuman yo'qmi? Qanday dahshat. Menimcha yana qishloq izlashimga to'g'ri keladi. Faqat bundan oldin uxlab yuborish kerak. Qani qochish yotog'imdan, bu meniki. Qulaylik birinchi darajada. Bu portalni olmos kirkasiz qayta tiklab bo'lmaydi. Yana ovqat ham juda kam. Menimcha sayohatga chiqishim kerak. Juda ham ko'p ovqat va yana portal ham topsam yaxshi bo'lardi. Xo'sh, menimcha dengiz sayohatlariga otlanadigan vaqt yetib keldi. Hoziroq qayiq yasab dengizni o'rganishimiz kerak. Sababi hozir quruqlikda hech narsa topolmadim. Yangi yerlarni topish kerak. Mana buni omad desa bo'ladi. Men suzmoqchi edim, ular esa uchish imkoniyatini berishdi. Bu 1 daqiqadan unumli foydalanishimiz kerak. 3 soniya o'tar o'tmas men allaqachon qishloq topdim. Boyaga qishloqda samon kam deb noligan bo'lsam, bunisida umuman samon yo'q. Mening samodagi parvozim o'z yakunini topganga o'xshaydi. Xuddi baliqqa aylanishimni bilgandek. Paqirim bo'lganda edi, hozir bu yoqda kutib o'tirmasdim yangi mobga aylanishimni. Bu safar o'rgimchakka aylandim. Bu degani men devorlarga chiqa olaman. Hoziroq buni tekshirib ko'rishimiz kerak. Qani devorlarga chiqa olaman. Ajdarni o'ldirayotganimda shu mobga aylansam menimcha juda qulay bo'lardi. Lekin ucharganga aylansam undan ham qulay. Bilmasdim bosslarga ham aylana olishimni. Qiziq, ajdarni o'ziga ham aylana olarmikinman? Aytgancha vizir bo'lsam, demak men uni boshini ota olishim kerak. Ajoyib. Faqat qayta yuklanishi juda ko'p vaqt olar ekan. To'g'rida buzilgan portal ko'ryapman. 2 ta oltin blok bilan. Oltin bosh kiyim va ozgina temir yaxshi. Temirdan bir nechta narsalar yasab, oltin bloklarni olib ketamiz. Bular hali bizga nazarda cho'chqalar bilan savdolashda kerak bo'ladi. Enderman vartni olishning eng oson yo'li. Har doimgidek eng qulay vaziyatlarda baliqqa aylanishdan to'xtamayapman. Yaxshi ham ulgurdim. Endi paqirim borligini hisobga olsak, yo'lda davom etishim mumkin bemalol. Mushukka aylandim. Bu degani men xohlagan balandligimdan sakrashim mumkin. To'g'rimi? Umid qilamanki, shunday bo'lsin. Ajoyib. Blaze, endi men yana 1 daqiqa uchishib yetmaganda yana olovli sharlar ham ota olaman. Uchish vaqtim ham tugab boryapti. Men esa haligacha bironta ham qishloq to'pa olganim yo'q. Qanday dahshat. Mana buni omad desa bo'ladi. Men suvga tushamanmi degandim, lekin yo'lda davom ettiraveradiganiga o'xshaymiz. Qishloq bilan omad kelmasa ham buzilgan portal topdim. Oltin olma va oltin oyoq kiyimlar. Mana bunisi sehri ajoyib ekan. Umuman olganda ikkalasining ham qobiliyati ajoyib. Sababi biri zo'r himoya bersa, ikkinchisi suvni muzlatib oladi. Aytgancha Endermitning ham super qobiliyati bor. Tekshirib ko'ramiz. Xuddi xorsi yegandek random joyga teleport. Menimcha Minecraft ham tezroq qishloq topishimni xohlayapti. Yana buzilgan portal sho'ng'idek temir, oltin olma va eng muhimi oltin aslaha. Sababi menda endi to'liq oltin set bor. Sehrlar ham yomon emas. Menimcha otlar va skeletlar
raqib emas. Demak, menga hech kim hujum qilmasligi kerak. La'nati, ayni vaqtida golemga aylandim. Endi esa zombi umuman menga hech kim e'tibor bermayapti. Nega qishloqda o'pish bilan bunchalik obadib kelmayapti? Men afsugarga aylandim. Super qobiliyatim esa Vexlarni chaqirishmi yo'q, uda ham zo'ri. Bu qobiliyatni albatta kimdandir tekshirib ko'rishim kerak. Qani tatib ko'rguncha bitta xato ketdi, yana bitta, yana xato ketdimi? Yana xato ketdi, yana qanday qilyapsan? Yo'q, bu safar tishladi, lekin o'lmadi. Mayli, seni hozir yo'q qilib tashlayman, yarmas. Nimalar qilyapman? Hozir o'laman-ku. Negadir qishloq bilan hech omadim kelmayapti-da. Yana qancha vaqt qidirish mumkin axir bu yaramas qishloqni? Bu qorli qishloqlarda aniq menga kerakli qishloq bo'lmaydi. Sal qolishiga ko'p qoldi. Yana bitta buzilgan portal. Ari bo'lib suv tagida oltin kavlash juda ham noqulay ekan. Mana bu vaqtida. Va nihoyat uzoq kutilgan qishloq. Umid qilamanki, bu qishloqda juda ham ko'p samon bo'ladi. Qayerga? La'nati, bir tonna temir bo'lib yotibman, suvda cho'kaman-da. Ovqat masalasi hal bo'lganga o'xshaydi. Yana ozgina temirli bo'lib olsam, undan ham yaxshi bo'lardi. Vaqtida sichqonga aylandim. Hech qisi yo'q. Muhimi menda juda ham ko'p ovqat bor. Omadsizlik ketidan omadsizlik. Golemga aylanib cho'kdim. Sichqonga aylanib quladim. Endi Blazega aylanib nam tortyapman. Qanday dahshat. Kimdir ataylab qilayotganga o'xshaydi xuddi. Har bir daqiqada random mobga aylanib Nezerda yashab ketish juda ham qiyin bo'ladi. Shuning uchun omon qolish imkoniyatlarimni oshirish uchun menga kamon kerak. Va men uni sotib olmoqchiman daraxt evaziga. Savdolashishni bilmaydi. Kamon bor, o'q bor. Endi biz lava ko'li topishimiz kerak. O'shanda bemalol Nezerga ketishimiz mumkin. Kim aytganda tovuqlar uchmaydi deb, ular haqida. Omadsizlik ketidan omad. Mana buni qaranglar. Lava ko'li, piramida, ana bu yerda esa qishloq. 2 ta oltin olma, 3 ta olmos. Negadir qattiq olmadim. Omad mening ikkinchi ismim. 6 ta olmos. Bular menga aniq asqotadi. Birinchi navbatda aniq olmos kirka, ikkinchi navbatda olmos qilich. Har daqiqa random mobga aylanish juda ham och qoldiryapti. Ovqat ortiqchalik qilmaydi. Ishonish qiyin. Bu yerda buzilgan portal ham bor ekan. Bosh kiyim minusda. Menimcha bu unchalik ham yaxshi yangilik emas. O'zi nega yonmayapman qiziq? Bugun peshonam yaltiragan kunga o'xshaydi. 2 dona obsidian yetishmayapti. Agar shu ham sandiqda bo'lsa, yo'q, lekin oltin bloklar bor ekan. Ariga aylandim. Ayni muddo hozirroq Nezerga surib yuborish kerak. Sababi uch olaman. Bu degani bir zumda kerakli joylarni topa olaman. Xo'sh, bu yerda nimalar bor? Oltin bloklar. Men bularni olaman. Oltin ko'pi bo'lmaydi. Hattoki qaytishga ulguraman ham shekilli. Qani uchdik, bemalol urgurdim. Ajoyib. Bu oltin bilan Enderman virat aniq muammo bo'lmaydi. Bu yana qanaqa omadsizlik bo'ldi? Baliqqa aylandim Nezerda. Xuddi aytganimdek, Nezerda baliqqa aylanish. Menimcha ataylab qilishyapti hammasi. Yaxshi portalni oldidaman. Lekin baribir biror nima o'ylab topish kerak. Sababi portaldan uzoqdaligimda baliqqa aylansam o'laman. Rejam bunday. Hozir o'zim bilan 10 obsidian olib olaman. Agar Nezerda baliqqa aylansam, shartta portal qurib qochib qolaman. Muhimi portalni qurishga ulgurish, tezkor bo'lish kerak. Nezerga borib olovli tayoqchalarni xalt qilish kerak. Endi portalga sig'mayman-ku. Mayli, hech bo'lmasa bosh kiyimli bo'ldim. Quyon unchalik ham mos-mob emas Nezerda yurish uchun, lekin mayli, boshqa choramiz ham yo'q. Umid qilamanki, qizil qal'ani tez orada topamiz. Hazillashyapsizlarmi? 8 soniya ham o'tgani yo'q qidiruvni boshlaganimga. Rostini aytsam, hammasi uyushtirilganga o'xshayapti. Mana bu yerda bastion, ko'kirmon ichida yana u yerda bo'lsa qizil qal'a ham bor. Creeper ayni vaqtida tushib qoldi o'zi ham. Hozir bu blazlarga ko'rsatib qo'yaman portlashni. Birinchi olovli tayoqcha bor. Yana har ehtimolga qarshi portalni ham qurib qo'yaman. Sababi baliqqa aylansam ulgurmay qolishi mumkin. Endermenga aylandim. Bu degani menda teleport qobiliyati bormi? Ajoyib. Mana xuddi kutganimdek baliqqa aylandim, lekin xavotirga o'rin yo'q, yaxshi ham portalni quribman. Xavf ortda qoldi. Xohlaganinglarcha ochishinglar mumkin, lekin endi foydasi yo'q, sababi men ham Blazega aylandim. Bo'ldi, biz bu yerda keragini oldik. Endi borib Enderman vartlarni hal qilish kerak. Agar menda hozir 4 stak oltin bo'lmaganda, bu biyomda paydo bo'lganimdan xursand bo'lardim. Yana baliq, sizlarga
sizlarga ham nezirda haddan tashqari ko'p baliq qaylanayotgandek tuyulmayapmanmi? Enderman sening qobiliyating asqotishi mumkin. Ha, ideal emas, lekin pastga tushirdi baribir. Ma piglen oltinni ushla. Menda senga juda ham ko'p oltin bor. Muhimi ender marvarid bersang bo'ldi. Favqulodda holatlar uchun esa yo'lak quramiz. Lavadan ehtiyot bo'lish kerak, sababi nezirda lava suvdek tez oqadi. Adashmasam lavani yo'lida yopdim. Yo'q. Har ehtimolga qarshi yotoq ham o'rnatganim bo'lsin. Bu bastionda qayerda sandiqlar bor ekan? La'nati delfiga aylandim. Hozirroq oddiy olamga qaytishimiz kerak. Hozirroq portalga yo'l olishimiz kerak. Vaqtim juda ham kam. Havo men o'ylaganda tezroq tugayapti. Havo tugadi, lekin hali jonim to'la. Bu degani ulgurishi mumkin. Qani portalga tursang-chi, 5 soniya vaqt oladi. Portal ham qani bo'l. Menimcha ulgurdim, qani suv. 4 stak oltinga 11 ta ender marvarid. Sizlar meni ustimdan kulyapsizlarmi? Axir 2-3 stak berish kerak edi. Qanday yovuzlik bu axir? Eng alam qiladigani 12 ta ham emas. Mayli, yaxshi ham ko'k o'rmondamiz. Shu yerda to'playmiz qolganini. Yo'q! Bu kopslarni olishga shuncha qiynaldim, endi bilmadim ajdarni qanday yo'q qilamiz. Nima bo'lganda ham olg'a. Portal ochildi. Faqat yarimta jon bilan ajdarni o'ldirishga oshiqmayapman. Endi esa olg'a. Nima bo'lyapti? Gallyutsinatsiya. Ajdarni yo'q qilish uchun bir nechta yotoq olib olgan bo'lsam ham, lekin baribir birinchi kristallarni sindirgan ma'qul va yaramas Enderman. Xo'y, yaramas. Men ham Enderman bo'lsam, nega meni quvlayapsan? Ko'zga qarasang qochib ketadi, lekin burnining tagiga kelib olgan. Nima qilishni ham bilmaysan, o'ylanadi. Voy, hozir tamom bo'laman yoki tamom bo'lmayman. So'nggi soniyada tirik qoldim. Yana bir nechta kristal va ajdar, sen boshqa joningni to'ldira olmaysan. Kristallarni hal qildim. Endi ajdar pastga tushganda uni yotoqlar bilan parchalayman. Umid qilamanki, obsidianni to'g'ri qo'ydim. Nega aynan hozir mana shunaqa kichkina mobga aylandim, yetolmayapman shekilli obsidiangacha. Hattoki qilich bilan ham. Qo'yilsaychi yaramas yotoq. Mayli, shunisi ham bo'ladi. Hech narsa qilmaydi. Muhimi o'zimni portlatib yubormasam bo'ldi. Qani, menimcha o'xshadi. Men o'zimda bor barcha yotoqlarni ishlatib bo'ldim. Umid qilamanki, hozir uchib ketmaydi yaramas. Qani, oxirgi zarba tayyor. Biz buni uddaladik. Keling, o'yin o'ynaymiz. Agar men hozir 10 soniyadan so'ng toshbaqaga aylansam, siz kanalga obuna bo'lib, bu videoga like bosasiz. Yo'q!